Assalomu alaykum qadrli kanalim kuzatuvchilari. Sizlarga bir yangilikni eslatib o'tmoqchiman. Yangilik emas, o'zgarish desak to'g'riroq bo'ladi. Green Card lotereyasi o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni endilikda lotereya pullik bo'lishi kutilyapti. DV 2027 lotereyasi pullik bo'ladi. $1 to'lov bor degan yangiliklar paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bu nima degani? Har bir ishtirokchi $1 to'laydi. Hali rasman saytiga kirsangiz, dvprogram.state.go saytiga kirsangiz bu haqida hali ma'lumot yo'q, lekin o'yin boshlanganda oktyabr noyabr oylarida o'sha bandi kiritilsa kerak. Bu qanchalik foydasi bor, ya'ni green card yutishni imkoniyatini oshiradi. Bu savolga hech qanaqa yangilik, foydasi yo'q. Ya'ni o'sha pullik bo'lgani bilan yutish ehtimoliyati o'zgarmaydi, ya'ni o'sha lotereyalargacha qoladi. Faqatgina bundan AQSh hukumati foyda ko'radi va buni aytaylik, green card lotereyasini to'ldirayotganda e'tiborliroq bo'lib to'ldirish talab etiladi va har bitta kiritilayotgan ma'lumotlar to'g'riligi va ishonchliligiga e'tibor berish kerak va iloji bo'lsa har bir lotereyani shaxsan insonni o'zi, boshqa uchinchi shaxs aralashmasdan to'ldirish tavsiya etiladi. Menimcha lotereya Green Card dasturi ham shu maqsadni ko'zlab pullik dasturni o'ylab topgan bo'lishi mumkin. Hammaga omad tilayman. DV program 2027 dasturida ishtirok etib, Xudo xohlasa g'olib bo'lish hammaga nasib qilsin. Ko'rishguncha xayr. Yana bu haqida Xudo xohlasa to'liqroq, uzunroq video qilishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bizni kanalni kuzatishda davom eting.